Adidas brendi zo'rda baribir qizlar mana qaranglar. Yana kuzda kiyishli bo'lsa, teglari ozgina baland bo'lib ishlangan bo'lsa, yomg'irlarni o'tkazmasa, Xitoyniki bo'lsa, narxchi 99 ming bo'lsa, olib ketasizlar. Конечно, olib ketasizlar-yu. Endi buni sizlarga ranglarini bittalab ko'rsatib bermasam bo'lmaydi. Bejviy oq aralashgani ham shunaqa zo'r chiqdi. Qizlar qaranglar. Och bejviy, oq, to'q bejviy aralashib qo'yibdi. Cho'tki narsa bo'pti, lekin ham qora oq qaranglar, qanaqa zo'ri. Brendovida ichlarini ham ko'rsanglar bo'ladi, mazza qilib kiysanglar bo'ladi, padushlariga ham alohida e'tibor berasizlar, orqalariga ham qizlar hech narsa qilmaydi, tiqitmaydi, kuzda mazza qilib kiyib yorishli model aynan Adidas brendidan neobычный model chiqib qo'ydi. Narxlari 99 ming bo'lib qizlar, конечно, bizda 99 ming. Hamyonbop narxlarda mana bu rangini qaranglar, rozoviyni aralashtirishibdi, lekin skromniy narsa chiqibdi. Bu yerda ham 4 xil rang bo'lsa ham qizlar, o'sha brendoviy bo'lgan obuvlarimizni mana buni boshqacha modeli oqda, bu yog'i qora aralashgan, bu yog'ida ham qorasi bor. Bu ham chiroyli chiqibdi. Qorada ham xuddi shunaqa aralashgan modelda chiqqan. Bu yoqda mana bu modelni ham sizlar bo'ladi qizlar, har xil modellarda olib kirib qo'yganmiz. Razmerlari 36 dan 40 gacha olib kirganmiz. Bemalol kelib olib ketaverasizlar. 99 ming so'm narxlari. Xohlasanglar dostavka qilib beramiz, xohlasanglar Yandexdan Nishoist deb yozsanglar ham, navigatordan Nishoist deb yozsanglar ham chiqadi. Do'konimiz Sergelida joylashgan. Kelib olib ketsanglar ham bo'ladi. 99 ming so'm shoshilinglar.